18 yoshli Murod Nazarovga hozir o'zini qidirayotgan shu yoshligi nima o'zingizdan tavsiya kim ko'ngildan xat qilib yozolgan bo'lardingiz, aytgan bo'lardingiz? Murod, bos, ikkilanma. Qilmoqchi bo'lgan narsangni qilib ko'raver. O'xshamasa yana bos. Yoshsan, hali uylanmagan ekansan, 18 yoshsan. Uylangandan keyin sal bu xatolaring qimmatroq tushadi. Bolalaring bo'lganda har bittasi bilan yana ham qimmatroq tushadi. Bos derdim. Ikkinchisi, nomingni ehtiyot qil. Nomingni juda ham asra. San to'g'ringda yillar o'tib senga nisbatan ishonch faqat kuchayib borsin. Nomingni asra. Hech qaysi pulga nomingni, ishonchingni sotib qo'yma. Uchinchisi, havas qilgan insoningga yaqinroq yur. Hurmat qil. Yaxshi insonni, hurmat qilgan insonni muhokama qilma. Uni yaxshi ko'r qalbingdan.